Rayhonning konsertidagi obrazlarni razbor qilamiz. Qani ketdik. Men Rayhonni juda ham hurmat qilaman. Kichkinaligimdan buyon Rayhonni eshitib katta bo'lganman va ko'zlaridan, o'zlarini tutishlaridan nejniy, og'ir bosiq insonligi bilinib turadi. Stilist bo'lgan holda o'zimni мнением bilan bo'lishmasam bo'lmasdi. Konsertidagi kiyimlarni sizlar o'zinglar mendan razbor qilib berishni so'radinglar. Поэтому начинаем. Men 47 yashar ayoldan bunaqa zo'r xoreografический tanzlar kutmagandim. Bu konsertlardan so'ng men уверен eta olamanki, Rayhon bizning O'zbekistondagi Jennifer Lopez. Bu obraz aslida tanit stiliga va jaz stiliga juda ham yaxshi tushgan, lekin siluet juda ham eskicha ko'rinyapti va bu pistonli material arzon ko'rinib qolgan. Menimcha bu fasonni sal zamonaviylashtirib minimalizm berish kerak edi. Aynan mana shu siluetda kiyimni tavsiya qilgan bo'lardim. Menimcha patla bilan Rayhonning xarakteridagi yumshoqlikni pachakni qilsa bo'ladi. Yaltiroq plashni sal qattiqroq materialda qilish shart edi. Uni qimmatroq ko'rsatsa bo'lardi. Atak buni pritalinni yoki yopiqroq siluetda qilsa bo'lgan bo'lardi. Keyingi ko'ylaklar bu arabskaya tansivalniya платье. Конечно, bu платье naqshli, ham yaltiroq. Bittasini tanlash kerak yoki yaltiroq bo'lishi kerak yoki faqat naqshli bo'lishi kerak. Конечно же, минимализм всегда дороже выглядит. Общий полный tillarang bo'lishi mumkin edi. Sochaloqli kiyimlar yoki ana это любит. Boshlariga qanaqadir aksessuar bo'lishi mumkin edi yoki kapishon. Menimcha mana shunaqa siluetdagi kiyimlarni sal yopiqroq bo'lganida juda ham zamonaviy ko'ringan holatda butun konsertda obrazlari bilan, qo'shiqlari bilan, живой голосlari bilan yorvorgan bo'lardi. Keyingi obraz esa bu mototsikldan chiqish qilingan qora obraz. Menimcha Dolce Gabbana'ning mana kiyimidan ilhomlangan. Lekin menimcha mototsikldan chiqish qilinayotgan kiyimlar ozgina derskiyroq, qo'yta futurizm berish kerak edi. Kojaniy dvoykalar, bikas katta obrazlar bo'lishi mumkin edi. Lekin bu siluet sal undan uzoqroq bo'lishi mumkin. Я это понимаю. Oldi qismida faqat gusarskiy jaket sifat naqshlar bo'lganida, to bu obraz eng выигрышный, eng trendiy bo'lgan bo'lardi. Yaltiroq pagonlar yoki sochaloqlar qo'yishi mumkin edi. Qizil ko'ylaklar menimcha juda ham shikarniy, art obyektga idealniy bo'lishi kerak edi. Sal fasoni tushunarliroq qilinganda va men bu jingaliklarni sal kamaytirganda bu obraz juda ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Va menimcha bu ko'ylakda Carmen stiliga tushmagan. Har xil rangda ko'rsatmoqman, lekin aynan shu ko'ylaklarni qizil rangi bo'lganda просто idealniy bo'ldi. Bunaqa katta интересный shlyapkalar yengicha ko'rinadi. Bu ko'ylaklarni, конечно же, oyog'ini yopishi mumkin, ko'krak qismini ham yopishi mumkin. Faqatgina shu narsadan ilhomlanib patli nimadir, pritalinniy siluetiga kiyim tavsiya qilgan bo'lardim. Agar obzorim yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Fashion hayot haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, meni Instagramimga va Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga bye.